Hop, assalomu alaykum akalar. Bugun sizlar bilan Telegram NFT'lar haqida o'rganamiz. NFT bu nima degan savolga hozir javob beramiz. NFT nima deganda Telegram o'tgan yildan boshlab Telegramda NFT chiqarishni boshlashdi. Bu NFT'larni kuchaytirib NFT'ga aylantirish mumkin sovg'alar. To'g'rirog'i hozir ko'rsataman. Mana send a gift. Shu yerdan xohlagan sovg'angizni tanlab olishingiz mumkin. Bu yerda limited turibdi, cheklangan bo'ladi. Faqat cheklanganlari NFT bo'lishi mumkin. Mana ularni o'zini miqdori bo'ladi. Mana bu sovg'alarni sotib olsangiz NFT ga aylantirib bo'lmaydi. Shuning uchun ulardan sotib olishni tavsiya qilmayman. Mana buni 350 taga sotib olsangiz 25 taga kuchaytirasiz. Hozirda eng qimmat bo'lib turgani bu PP degan sovg'a. Limited mana bu yerda hozir mana bular eng qimmati bu turibdi. Buni 2000 ta yulduzga xarid qilishingiz mumkin bo'lgan 1-dekabr sanasida o'tgan yili. Bu sovg'a hozirda kamida $10,000 turibdi. Mana yaqinda bularga ham kuchaytirish chiqdi. Hozirda kuchaytirishlarni kutayotgan sovg'alarimiz mana bularga kuchaytirish chiqmaydi, chunki bular cheklanmagan. Xohlagancha sotib olishingiz mumkin. Telegram yaqinda o'zini marketini chiqardi. Bu marketda xohlagancha bunaqa sovg'alarni sotib olishingiz mumkin. Bu sovg'alar oldin kuchaytirilgan holda sotib olsangiz bo'ladi. Bular odamlardan sotib olasiz, chunki bu odamlar kuchaytirib sizga sotsa bo'ladi. Bularni qaytib o'zingiz yulduzga sotib kuchaytira olmaysiz. Shuning uchun bular oldin kuchaytirilganlarni sotadi. Keyingisi kepka bo'ladi. Bu Telegram kepkasi ikkinchi o'rinda turadi. Eng qimmatli bo'yicha $1000 turadi eng past narxi. Hozirda bular rivojlanib boryapti. Borgan sari kundan kunga ko'plab sovg'alar chiqyapti. Shuning uchun hozir men sizlarga qanday sovg'alar sotib olib, unda foyda qilishni o'rgataman. Hozir kirib olsak, Tunnel Relayer bot degan bot bor. Mana ssilkasini qoldiraman описаниеda. Hozir kiramiz. Mana kirib oldik. Bu yerda qanday narsa olib sotish mumkin. Mana hozirda eng arzon narsa 1.1 ton turadi NFT. Bu degani 1.1 tonga olib xohlaganingizcha sotishingiz mumkin. Masalan, o'zingiz sotishingiz mumkin, birovga berishingiz mumkin, birovga hadya qilib hadyani bosib sovg'a qilishingiz mumkin. Birga qanday qilib pul solsak bo'ladi. Mana birinchi hamyoningiz ulaysiz. Mana bu yerni bossangiz hamyoningiz ulanadi. O'zingiz ulab olsangiz bo'ladi. Mana Connect Wallet Tonkeeper'da bosamiz. Bizda Tonkeeper bo'lgani uchun подключить кошелек. Bo'ldi, ulandi mana. Endi bu yerga qanday pul kiritsa bo'ladi? Hamyoningizda pul bo'lsa o'zi ko'rsatib turadi, chekada balans deb. Keyin bu yerga miqdorini yozasizlar mana. 0.5 masalan. Keyin depozitni bosasizlar. Depozitni bossanglar sizlarni bu yerga boshlab boradi. Bu yerda bunday surib o'ng tomonga pulni u yoqqa sursak bo'ladi. Demak, pulimiz tushgandan keyin mana bu yerdan pulimiz yetgancha sovg'a NFT'lar xarid qilish mumkin. Hamda bu yerda auksion ham bor. Auksionda sovg'alarni narx qo'yib o'zimiz sotib olishimiz mumkin. Mana men ham bir ikkita sovg'alarni sotganman. Orders mana. Bu yerda order qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, narx arzon chiqib qolsa sotib oladi o'zi. Mana activity mana. Yaqinda mana shuni sotib olganman 275 tonga. 273 auksionda sotib olganman bularni. Activity mana bu yerda ko'rinib turadi. Bularning narxi kim qachon sotib olgan, narx qo'yganmi, o'shalar ko'rinib turadi. Sizlarga tavsiya qiladiganim olishni hozirda agar mablag'ingiz yetsa mana bu
turib kepni olsangiz ancha yaxshi bo'ladi, lekin ko'p odamni mablag' yetmasligi mumkin. Shuning uchun soatlar bor mana arzondan. Mana bu eng pastlari. Narxni eng pastini ko'rish uchun mana o'ng tomonda eng tepani bosamiz va bu yerni price low to high deb qo'yib qo'yamiz. Shunda bu yerda qanaqa turini tanlashimiz mumkin. Mana masalan bu yerda ayiqlar yaqinda 5 tondan turganda bugun 17 tonga o'sib ketibdi. Ko'ramiz mana flora 17 ton turibdi. Ularning eng past narxi model tanlashimiz mumkin. Bu yerda ko'rsatib qo'ygan. Mana golden 162 ton ekan eng past narxi. Pine green mana ranglari bu. Orqasidagi rangi bo'ladi. Bunga ham ahamiyat berish kerak. Qora bo'lsa eng qimmatlari qora bo'ladi hozirda. Mana har bitta qora rangli NFT'miz o'ta katta narxda turadi. Bu eng past narxlari. Mana masalan soatlarni qoradagisi hozir ko'ramiz. Qoradagisi mana 119 ton eng past narxi. Agar qora tushib qolsa omadim keldi deb o'ylaydilar. Mana bu yerda modelini tanlasak bo'ladi. Simbol orqasidagi belgisini tanlasak bo'ladi. Va yana nima desam bo'ladi. Bu yerdan chiqsak, bu yerda sovg'alarni kuzatishga bu yerda sovg'alarni chiqish yo chiqmasligini shu yerdan bilsanglar bo'ladi. Mana kuchaytirish chiqdi debdi. Mana 10 mingtaga sotib olgan narsa 25 mingtaga kuchaytirish mumkin ekan hozir. Keyin bu 25 taga tushishi mumkin oxirida. O'shanda kuchaytirish olsak bo'ladi mana. Bunga chiqqan men u paytda sotib olmaganman. Tugab qolgan. Hozirda menda shu sovg'alar bor. Mana bularga kuchaytirish kutyapman men ham. Medal mana 9-mayga chiqarilgan. Endi bu chiqadi. Mana hozirda bu qolgan, bu arzimaydi narxiga. Mana bular 15-20 yulduzga chiqqan, lekin hozir narxi kamida 2,5-3 ton. Mana bu ham 2 ton kamida. Shuning uchun tavsiya beraman shu yerda kuchaytirib, shu yerga solib sotishingizni. Agar qora fon tushib qolsa, siz omadingiz kelgan bo'ladi. Mana o'zini turiga bog'liq, lekin Telegramda sovg'a sotib olib kuchaytirsangiz 21 kun kuchingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun mana bu yerdan Jenny Lamb degan bor. Shuni ko'ramiz. 23 ton turibdi. Shular bir oy oldin 12 ton, 10 tondan turgandi. Shunda ham ko'p 2x foydaga kirsangiz ham bo'lardi. Mana buni men shoshilib 1 tonga sotib qo'yganman. Hozir ular 2 tondan turibdi. Mana nimani ko'rsak bo'ladi yana. Sigaretlar mana. 1 oy oldin, 1 oy ham emas. 10-maylarda 12 tondan turgandi. O'sha bemalol 2x foydaga kirgan bular. Astral sot mana 20 tondan turgandi 1 oy oldin. Shunday qilib men mana kanalimiz ham bor. Har kuni o'yinlar o'tkazamiz, narsalar sotamiz. Mana chiroyli narsalar sotamiz. Shunday qilib chatimiz ham bor, reklama beradigan. Bu yerda xohlaganingizcha reklama berib, bunaqa turdagi yulduz, premium, shunga o'xshash narsalarni va xizmatlarni ham sizlarga taqdim etamiz. Agar ololmaydiganlar bo'lsa, sizlarga olishda yordam beramiz. Kanallarni qoldiraman.